Kimga nima deyishni ham bilmay qoldim hoji aka. Qanday javob beray? Qaysi birlariga javob beray? To'xtang, asabiylashmang. Bunga yechim bo'ldi-yu, 23-iyuldan reyslar yo'lga qo'yildi-yu. Tushunmayapsiz. Vodiydan so'rashyapti, vodiydan. Farg'ona xalqaro aeroportidan Yuksak Travel haftaning har chorshanba kuni o'z reyslarini yo'lga qo'ydi. Videoga olishyapti. Bemalol. Nomeringizni qo'yib qo'yaveramizmi? Bemalol. Yangilikda bombasi. Farg'onada yagona litsenziyaga ega bo'lgan Yuksak Travel 23-iyuldan haftaning har chorshanba kuni o'z reyslarini yo'lga qo'ydi. Hoji aka, boshqa viloyatdan kuzatayotganlarga nima deymiz? Boshqa viloyatdan kuzatayotganlarga Toshkent xalqaro aeroportidan haftada 2 marta reyslarimizni yo'lga qo'yganmiz. Avvalambor bizda ibodat qolaversa, sayohat ham bor. Sayohatga Qizil dengizlar kiradi. Albatta. Madina bo'ylab ziyoratlarimiz, Makka bo'ylab ham ziyoratlarimiz bor. 50 boshlarimiz tomonidan shu yerlarga olib boriladi. Ekranda turgan nomerlarga hoziroq telefon qilib, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Bu videoni bilasizmi kimga jo'natib qo'yamiz? Alloh taoloning baytiga, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yurtlariga oshiqib turgan insonlarga jo'natib qo'yamiz. Bu videoni jo'natyapsizmi? Tez orada inshaalloh siz ham yaqinlaringiz bilan shu aziz yurtlarga inshaalloh borishlikka muyassar bo'lasiz.